Hech o'ylab ko'rganmisiz? ChatGPT bilan yozishganda soatlab qolib ketasiz. Kerak bo'lsa tunni bilan yozasiz. Har doim davomli yozadigan bo'lib qoldik. Nimaga unaqa deb o'ylaysiz? Nima uchun men bunaqa savol beryapman? Ya'ni sotuvga nima daxli bor degan bo'lsangiz, xo'p, ChatGPT siz bilan gaplashganda doim sizni tasdiqlaydi. Ha, sizdan to'g'ri aytyapsan deb shunaqangi tasdiqlab qo'yadiki, fikrlaringizni va siz doim u bilan yozishasiz va soatlab qolib ketasiz. Va oxirida sizga savollar beradi. Har xil savollar beradi. Hozir iPhone 14 Pro Max haqida gaplashaylikmi yo S22 Ultra yoki iPhone 17 Pro Maxmi deb sizga har xil savollar beradi oxirida. Sotuvning oltin qoidasi bu tasdiqlab savol berish. Afsuski hozir kunda tasdiqlash yo'q. Siz bilan nimadir masalan sherigingiz bilan gaplashayotgan jarayoningizda sizni eshitmasdan o'zini fikrini gapiraveradi. Eshitmaydi, odamlar sabrsiz, oxirigacha eshitmaydi, siz tasdiqlamaydi. ChatGPTning plyus tarafi bu, siz doim tasdiqlaydi. O'shaning uchun siz doim ChatGPT bilan doimiy ravishda va ko'p gaplashib qolib ketishingiz mumkin. O'shaning uchun sotuvni oltin qoidasini bilib oling, har doim tasdiqlab savol bering. Agar mana shunaqa kerakli sotuv sirlarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, sahifamga obuna bo'ling.